Bugun biroz hayajonliroq kun. Tarqalmaymiz bu shunchaki so'nggi qo'ng'iroq kun. Yilda biroq ko'ylak kiyganlar nima zakaz olganimni o'zingiz eshitdinglar. Lola somsa tayyorlaymiz. Un, margarin, boshqa holatiga keltiramiz. Smetana, 2 ta tuxum, tuz, razix litr solib qoramiz hamda muzlatgichga jo'natamiz. Xo'jayinimlarga avval hech lola somsa qilib bermaganman. Reaksiyasini esa videoni oxirida ko'rasizlar. Yoniga esa internetda anchadan beri ko'rib yurgan mana shu shirinligimni qildim. Boshqa narsalar pishirishga vaqtim yo'q edi. Yogurt hamda mevalarni shunaqa muzlatib olib, shkolatga bostirib, qot kunigacha jo'natdim. Endi esa somsamizni nachinkasini tayyorlaymiz. Piyoz, qiyma hamda ziravorlar solib, xamirlarimizni shunaqa kichkina zuvolachalarga bo'lib olib, videoda ko'rsatilgandek yoyib taxlaymiz. Somsalarimiz teklarini yopib olib, shunaqa chiroyli lola shakliga keltiramiz. Xamirimiz pisochniy bo'lgani hisobiga ichlarigacha pishib chiqadi. Bitta tuxum sariqni olib qo'ygandim. Sut bilan aralashtirib ustiga sedanlarni sepib, pishirgani jo'natdim. Ungacha shirinliklarim ham tayyor bo'ldi. Ko'rinishi ham ajoyib chiqar ekan. Somsalarimizdan 1 soat deganda tayyor bo'ldi. Qani ko'ramiz, ularga yoqdimi, yo'qmi? Chotki. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpis bo'lib qo'yinglar.